Yaponiyani ziyorat qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa 30-sentabr Yaponiya xalqaro muxbirlar klubida axborot yig'ini o'tkazib, Yaponiyani Xitoyning Uyg'ur erkiy qirg'inchilikni to'xtatishda ko'proq amaliy harakat qilishga chaqirgan. Dolqin Aysa o'zining Yaponiyaga parlament a'zolari bilan ko'rishish va hukumatning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidagi Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasiga oid munozaraga qatnashishga chaqirish uchun kelganligini aytgan. U muxbirlarga Yaponiyaning bu masaladagi qarorlari va bayonotlarining quruq va'da bo'lib, erkiy qirg'inchilikni to'xtatishda yetarli emasligini bildirgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining Janvada ochilgan 51-qitimliq yig'inida Xitoy hukumatining Sharq Turkistondan elib kelgan atalmish Uyg'ur vakillari Xitoyning rayondagi kishilik huquq masalasiga oid tashviqotlarni qilishga majbur bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Xinjiang Xalq Qurultayi doimiy komitetining a'zosi Shavkat Eminni o'z ichiga olgan bir qism atalmish Uyg'ur guvohchilari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 51-qitimliq yig'inida Beijing hukumati tarafidan Sharq Turkiston vakili sifatida tanishtirilgan. Ular so'zlarida rayonda yashaydigan Uyg'urlarga qartilgan sistemalik erkiy qirg'inchilikni yo'shirishga uringan hamda Xitoy Kompartiyasini va rayondagi kishilik huquq vaziyatini maqtagan. Ular yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligi yig'inida e'lon qilgan Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladini yolg'on paketlar bilan to'lgan deb ayblagan va Sharq Turkistonda kishilik huquqning Xitoy qonunlari bo'yicha qo'g'dildigan aytishgan. Yaqinqi bir necha oydan buyon Sharq Turkistonning har qaysi joylarida yo'lga qo'yilgan atalmish virusga qarshi turish nomidagi qattiq qamal kishilarni ochlikqa mahkum qilmoqda. Yaqinda G'o'lja va boshqa joylarda 12 kishining ochlikdan o'lganligi o'ttirg'i chiqqan edi. Ijtimoiy taratqularda nurg'un kishilarning dezinfeksiyadan zararlanib o'lganligi haqida uchurlar tarqalgan edi. Erkin Osiyo radiosi muxbirlarining naq maydonda aniqlashlari davomida Xotanning Gominaya bozorida bir aholilar komitetidan 13 kishining zararlanib o'lganligi dalillandi. Tajovuz qilib kirgandan buyon Sharq Turkistonning boyligini bo'lgan mustamlikachi Xitoy hukumati energiya krizisini hal qilish uchun 4-turba liniyasini yasashni boshlagan. Egilishicha, uzunligi 3340 kilometr keladigan bu turba yo'li Sharq Turkistondan Xitoyning g'arbidagi Ningxia rayoniga tabiiy gaz to'shishga ishlatildi ekan. Xitoy doiralarining so'ziga qaraganda, bu turba yo'li Sharq Turkistondan Xitoyga tabiiy gaz toshish orqali energiya taqsimlashda muvofiq qo'llanishchan qurilma bilan ta'minlaydi ekan. Turkiyadagi Uyg'urlar Indoneziyaning yaqinqi yillardan buyon 3 Uyg'urni Xitoyga o'tkazib berishga qarshi Istanbulda namoyish o'tkazdi. Bir musulmonni fashist Xitoyga topshirib berish, uni qasddan o'ltirganga o'xshash degan xatlar yozilgan lozunkalarni ko'targan Uyg'urlar Indoneziyaning Istanbuldagi konsulxonasi oldida yig'ilib, Uyg'urlarning o'lim xavfi bo'lgan Xitoy davlatiga topshirib berilishiga norozilik bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21-sentabr qisman safarbarlik e'lon qilganligini jakalagandan keyin Qozog'istonga borgan Rossiya fuqarolarining soni 100 mingdan oshib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, Qozog'istonda har kuni taxminan 13 ming Rossiya fuqarosi bank hisoboti ichish, turalg'u yoki uy sotib olishda talab qilinadigan shaxsiy salohiyat nomerini olish uchun iltimos qiladi ekan.